üstüne çıkmalar. Assalamu alaikum. Hürmetli o'quvchilarimiz, üstüne çıkmalar. Ya ben aldırırken otamam solda. Assalamu alaikum arkadaşlar. Biz bugün Cumhuriyet Günü münasebetiyle bizim şu yanında açkan kursdaki o'quvchi bolalarga biz o'zimiz o'tgan tarix, madaniyat, ona til darslarida bir zihnlash nima tayyorlagandik. Bir şey bolalar o'qibdi. Hisobda 9 oylik o'qishda qoldi. Haftada bir kun dars berib bu bola qarshılar o'rgandi. O'zimizning tarixidan, madaniyatidan, tilidan. Bolalarga savol chiqib, biz kitob o'qidik, shunday yetiklik bolalar. Ondan boshqa nurg'un tarix bilimlari o'rgatdik bolalarga. Şu bana qarshılar o'rgatganligida biz zihnlash musobaqa orqali 3 kun çok ağırlık bolani shundan ishlab olasizlar. Shundan birga sizlarga mush savollarga qarshi javob berasiz. 2 yilda bir nima qilib baqsangiz bo'ladi-ku. Ha. Gamini olib o'zingizni bir o'ngishmasa qolmaydi. Isloh qilamiz deganki, bolalar bilan sho'g'andan keyin o'zingiz ozroq biraz bilmasak bo'lmaydi. Endi bu yerda bir qancha savol bor. Savolga guruhlar bo'yicha Ma guruh, A guruh, Ma guruh, B guruh, Ma guruh, C guruh. Men savol o'qiyman, bir qatim o'qib beraman. Her bir guruhdan navbat bo'yicha birdan bola javob berdi. A, B, C 3 javob bor, 3 javobdan qaysi javob to'g'ri, shu javob nimaga? Buni qata hammasi bir qatim so'rab chiqma. Uning keyinidan javob beralasa 1 numar. Bir adam javob bermasa 7 javob berib qolsa 0.15 numar. İkincisi guruhlar bo'yicha javob berish. Men bir savol o'qiyman, A, B, C 3 xil javobi bor. Her bir guruhdan 2 bola 15 sekund o'ylash vaqti var. 15 sekund o'ylab bo'lgandan keyin bir adam qo'l ko'tarib javob berdi. Bir adam qo'l ko'tarib javob berdi. Javob berganda, cho'qim javob berganda har qatim javob bermay, olmish javob beramiz. Bir adam javob berib bo'lsa, yendikilar A, B, C deb qolsa, umumiy numar tartiblagan gap. Shunga bizda imtihon axloq bo'lish kerak. Bu narsani biz o'lcham qilamiz. Uning keyindan 3-chi savol, yana bir savol bor, to'g'ri xato hukm qilish. To'g'ri yoki xato deymiz. Shu bo'yicha men to'g'ri xatosini deyman, Abdurahmon Babal deydi. To'g'ri xatoni nomerini deyman, Abdurahmon Qorim nomerini qo'ydi. Oxir qatim Abdurahmon Qorim bog'lab shu umum birinchi bo'lgan e'lon qildi. Yevropa Sharq Turkiston ma'lum jamiyatdan ona til, madaniyat va tarix darslaridan zehniy savollar. Birinchi guruhga hamsa boshlanadi, sizlarga diqqat qilaman. Siz javob berasiz birinchi savolga. Hozirgi zamon Uyg'ur tili ilmiyasi qancha harfdan tuzilgan? A 26 harfdan, B 32 harfdan, C 30 harfdan. B 32 harfdan. To'g'ri, bir numar. İkinci savol. Ömer javob berdi. Uyg'ur tili harflari bilan Gollar tili harflarini selishtirganda A 2 harfdan o'qilishi, yozish qoidasi asosiyatda o'qish kuchidir. B. Uyg'ur tili harflarining yozishi bir qadar murakkab bo'lib, har bir harfning 4 xil yozishi bor, ham o'ngdan so'lga yoziladi. Gollar tili harflarining bir xil yozishi bor bo'lib, so'ldan o'ngga yoziladi. B. To'g'ri, bir numar. 3-chi guruh. Osama. 3-chi Şinjan degan odam qachon kim tarafidan qo'yilgan? A 1949-yil ise Mavzun tarafidan qo'yilgan. B 1911-yil ise Sunjosan tarafidan qo'yilgan. C 1884-yil ise Zozintang tarafidan qo'yilgan. B. C. Yarım numara. Yarım numara. B. C. Bu birinchi qatnay qo'ygan ekan. Endi siz keldi. 4-chi diqqat qilib olinglar, mana bir qatim o'qib berdim. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qachon, qayerda, kim rahbarlik qilgan? Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qachon, qayerda, kim rahbarlik qilgan? A 1933-yil ise 4-oyning 5-kuni Xotanda Muhammad bin Bug'ra rahbarlik qilgan. B 1933-yil ise 11-oyning 13-kuni Qashqarda Sabir Damolov rahbarlik qilgan. C 1930-yil ise 11-oyning 13-kuni Qobulda Xo'jniyoz Hojim rahbarlik qilgan. B. To'g'ri, bir numar. Oy 5-chi savol. Oy 30'luq ko'k bayroq qachondan boshlab davlatimiz Sharq Turkistonning davlat bayrog'i qilib ishlatilgan? A 1933-yil ise 11-oyning 13-kunidan boshlab. B 1944-yil ise 11-oyning 13-kunidan boshlab. C azaldan.
Hem basın keldi. Şu başka birisi kalkan kim oturacak? Eski tıkları temtirir. Hem de sık geldi. Oltinchi, Verdiğimiz Şarkı Türkistan qayerga joylashgan yer zemini qanchalik? A. O'rta Osiyoga joylashgan yer zemini 1.960.000 kvadrat kilometr. B. Turkiyaga joylashgan yer zemini 1.960.000 kvadrat kilometr. C. Yevropaga joylashgan yer zemini 1.960.000 kvadrat kilometr. Verdiğimiz Şarkı Türkistan qayerga joylashgan? A. O'rta Osiyoga joylashgan yer zemini 1.960.000 kvadrat kilometr. B. Turkiyaga joylashgan yer zemini 1.960.000 kvadrat kilometr. C. Yevropaga joylashgan yer zemini 1.960.000 kvadrat kilometr. A. To'g'ri, bir numar. Sal yetishtirgan ekan. Endi yana sizlardan boshlaymiz mana. Siz keldi. Yettinchi savol. İkinci qatorda Sharq Turkiston Cumhuriyati qachon, qayerda, kim rahbarlik qilgan? A. 1930-yil 11-oyning 13-kunida Qashqadaryo sohilida 1944-yil 11-oyning 13-kunida G'o'jda Erixon rahbarlik qilgan. C. 1946-yil 6-oy 4-yilda Ahmadjon Qosim rahbarlik qilgan. To'g'ri, bir numar. Ömer. Tüyler çıkan harita var. Biz bunlar diye haritası yarısı bizim adına nimesi var harita. Sekizinci Verdiğimiz Şarkı Türkistan'ın zemine Gollar diye zemisi restoranında tüylerliklerin doğrusu değil. A. Verdiğimiz Şarkı Türkistan'ın zemine Gollar diye zeminin küçük değil. B. Verdiğimiz Şarkı Türkistan'ın zemine Gollar diye zeminin kırıkası çok değil. C. Verdiğimiz Şarkı Türkistan'ın zemine Gollar diye zeminin tam. B. Doğru bir numara. Tamam. 9-isi Uygurlar İslam dinini qachon qabul qilgan? A. 930-yillarda, B. 740-yillarda, C. 840-yillarda. A. 930 yılında. To'g'ri, bir numar. Sizlar ko'rib keldi. 10-isi Sharq Turkiston Milliy armiyasi qachon, qayerda qurilgan? A. 1930-yil 11-oyning 13-kunida Qashqarda qurilgan. B. 1945-yil 4-oyning 8-kunida G'o'jda qurilgan. C. 1944-yil 11-oyning 13-kunida G'o'jda qurilgan. Sen söyle. B. To'g'ri, bir numar. 11-si sizlarni ko'rib Ömer keldi. Sizga 11-si G'o'jda qurilganlar qachon yuz bergan? A. 1990-yil 4-oyning 5-kuni. B. 1997-yil 2-oyning 5-kuni. C. 2009-yil 7-oyning 5-kuni. Şey. B. İlavesiz bol ilavesiz. Sonra ilavesiz. Yumur yok. Cevabın değil tamam. B. İşte bu. B. Bizde yerim yok. Ya. Burada numarası yok. Hem sizden koyduk geldi. Kim geldi? Hem de geldi mi? Siz geldi mi? Kaçınlık geldi? Gelmişim bunu denk geldi. O sabah geldi. Umarcan geldi. Umarcan oldu hazır. Ya Mesela iptal kıldık, bekar kıldık. bekar kılın çünkü başka numara bilişteki opçi vakıfet demez mahsulga. Şunun için iptal kılıydı. Bak numara verilmeydi. Doğaç biçim adam kıldı. Sizler geldi dikkat kılın. 13-si Bar inqilobi qachon, qayerda yuz bergan? A. 1990-yil 4-oyning 5-kuni otishdan Bariyasida. B. 1997-yil 2-oyning 5-kuni G'o'jda. C. 2009-yil 7-oyning 5-kuni Urumchida. A. Bu kesin. Surat taşlatken ama aman için kötü resmen. Maalesef bu kadar kaldı. Çıkıyorsun küçük. Bu ilişkisi hem de meslek bir cevap versencime gruplar bu için. Mağdur cevap vermese ama işkirtip kayısı koyup giderse şu numaralı da dikkat kılınlar. Şöyle bir resim verilgen. O ilişkisi Ürümçi Kırıkhançılık'a kaça yüz vergen? A. 1990-yil 4-oyning 5-kuni. B. 1997-yil 2-oyning 5-kuni. C. 2009-yil 7-oyning 5-kuni. 15 kun o'lishi o'xshayman.
Ağzı cuma turan. Salomatlik yaxshi emas ekan oxiri. Salomatlik yaxshi emas-a? Bulan birsinglar. Ha? Si. Ha, hammasi bitta. Hammasi shiftlar bo'ldi. Shuga chiqdiq-ku, baqirmaymiz, qo'l ko'taramiz. Ma'lum ikkita tang bo'ldi hozir ham ko'rdik, shunaqa. Hamma ko'rdiki, bir qatimimiz kinoga olib ketdi. Shuga bizda imtihon axloq qilishga qo'l ko'taramiz. Baqirsak bo'lmaydi. Diqqat qilinglar. Unda sizning guruh keldi, diqqat, hozirlik. 14-chi Vatimiz Sharq Turkiston qaysi viloyatlardan tushirildi? Vatimiz Sharq Turkiston qaysi viloyatlardan tushirildi? A. Xitoy, Rossiya, Mongoliya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Tibet va Hindiston bilan. B. Xitoy, Amerika, Rossiya, Pokiston, Germaniya, Angliya, Gollandiya. C. Xitoy, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Saudiya Arabiston, Misr, Belgiya, Fransiya. A. 15-si Uyg'urlarning o'tmishi, hoziri va kelgusi haqida bu mazmunli siyosiy nutq orqali xalqimiz qalbida o'rin olgan davlat strategiya mutaxassisi. A. Erkin Siddiq. B. Asad Sulaymon. C. Erkin Akram. Yani bir o'qib deydi, mana Jimotra ma'lumotlar qilib qopdi. 15-si Uyg'urlarning o'tmishi, hoziri va kelgusi haqida bu mazmunli siyosiy nutq orqali xalqimiz qalbida o'rin olgan davlat strategiya mutaxassisi. A. Erkin Siddiq, B. Asad Sulaymon, C. Erkin Akram. Si. To'g'ri. Oxirida imtihon berdigan o'z kesilmaydi. Oxir imtihon bir dag'al o'qib qolsa kelmas. Lekin bolalar musab chiqib qoladi.